Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana Jizzaxdan Islombek akam keluvdilar. Bizda soch ko'chirib o'tkazdilar. Mana hozir 16 kunlik holatini ko'rsataman. Mana ko'ringlar, mana 16 kunlik holati. Bu eski holati, bu yangi holati. 16 kun bo'libdi. Mana plazma terapiyaga keldilar, lecheniyasiga. Xudo xolasa bu lecheniyasi nimjon graftlarni eski o'zlaridek nimjon graftlarni jonlantirib beradi. Biz aytganimizdan tezroq natijasiga erishishga yordam beradi. Islombek aka, mana operatsiya jarayonlarida og'riq achishlar bo'lmadi. Yo'q, faqat ukol olishdagi salgina achish bo'ldi. Keyin boshqa og'riq bo'lgani yo'q. Shu kungacha umuman og'rigani yo'q boshim umuman. Qarang. Shu ukol jarayonida bo'ldi. Qarang. Mana bu sochlar mana chiqdi, natijasini ko'rib turibsiz. Qanaqa, yoqdimi aka? Xursandman. Sochi boshqacha-da, sochi yo'qdan ko'ra. To'g'ri.